Samsung M14 telefoniga qanday quvvatlagich tanlashni bilmayapsizmi? Sizning ham telefoningiz sekin quvvat olyaptimi? Balki siz quvvatlagich tanlashda xato qilgandirsiz. Unda sizga beradigan ma'lumoti manfaatli bo'ladi va telefoningiz sizga uzoqroq va xizmat qiladi deb o'ylayman. Batareyka sig'imi 6000 mAh, litium polimer LiPo batareykalar tizimi mavjud. 15 vatt quvvatlagich talab qiladi. 15 vattdan kam bo'lgan quvvatlagich ulash tavsiya qilinmaydi. Bu telefon batareykasini tez ishdan chiqishiga, shishib ketishiga olib keladi. Simsiz quvvatlash tizimi mavjud emas. Tezkor quvvatlash tizimi mavjud. 30% ga 30 daqiqada ko'taradi. Oddiy quvvatlash holati 100% quvvat olishi uchun 2 soat 22 daqiqa kerak bo'ladi. Aniq ma'lumot berilmagan ishlash soatlari haqida, ammo taxminiy ma'lumotlarga tayanib bergan ma'lumot beramiz. Internetdan foydalanganda 8 soat 52 daqiqa, videolar tomosha qilishda 12 soat 52 daqiqa, o'yinlar o'ynashda 5 soat 12 daqiqa, kutish rejimida 113 soat, umumiy avtonomiy holat esa 22 soat 27 daqiqani tashkil qiladi. Agarda sizga ham shunaqa ma'lumotlar qiziq bo'lsa, videomiz izohiga yozib qoldiring. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, bizlarni kuzatib boring. Hozircha xayr, salomat bo'ling.